İkinci ders Allah üçün yaxşı görüş ve Allah üçün yaman görüş. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende dehtanlığa Abdüveli Qari Rahimullah'ın İslamik derslik toplanmasıdan ikinci ders Allah üçün yaxşı görüş ve Allah üçün yaman görüş degan temasini o'qiymiz inşallah. Ba'd a'udhu billahi mineşşeytanirracim. İkinci ders Allah üçün yaxşı görüş ve Allah üçün yaman görüş. Birinci dersimizde biz Allah ixlos tepilmaslikdan saqlasin, ular faqat ibodatni Allah xolis qilgan haq diniga e'tiqod qilgan holda yolg'iz Allohga ibodat qilishga buyurildi. Sura Bayina 5-oyatning bir qismi. Ya'ni insonlar asosiy hayotdan maqsad bo'lgan va Alloh tarafdan buyurilgan Allah subhanahu va taologa ibodatni xolis qilish ma'nosini ifodalaguchi ixlos haqida dars bergan bo'ldik. Dersimizning birincisini ixlos asosi bilan boshlashimiz. Chunki asli inson o'zi Allohning yaratquchi ekanligini yoki rizq berguchi ekanligini yoki Allohga ibodat qilib boshqa narsalarga ham ibodat qilish uchun yaratilgan emas. To'g'ri Allohning yaratquchi ekanligini bilish, Allah'ın rızık berguchi zot ekanligini bilish bu iymonning asoslaridan. Lekin asosi buyurilgan narsa yegani Allohning o'ziga ibodatni xolis qilishga buyurilgan. Bu ixlosning ma'nosi. Biz tavsiya qilamizki, birinchi darsimizga hozir bo'lmagan kishilar bizning keyingi darslarimizni qisman tushunmaydi. Chunki biz ixlosni ilgariki holatdagidek takrorlamaymiz. İslamning asoslaridan biri Allah uchun yaxshi ko'rish. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytadiki, Allah iymon asoslarining eng mustahkimi Allah uchun yaxshi ko'rish va Allah uchun yomon ko'rishdir. Sahih hadisler toplumu. Kişi hayatında Allah için yaxşı görüp, Allah için yaman ko'rmasa, imanның lezzetinden bahramand bo'lolmaydi. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem özlerinin İslami cemiyetlerini Allah tarafından buyurulgan şu cemiyetini kuruşta avvalgi e'lonlari o'zlarining kichikkina jamiyatları ichida Allah uchun yaxshi ko'rish va Allah uchun yomon ko'rish asosini hammasidan ham oldinqisi Allah uchun yaxshi ko'rish aqidasini, iymonning asosini barpo qildi. Allah uchun yaxshi ko'rish bilan jamiyat ajraldi. Ya'ni Allah üçün yaxşı görüşünün mənası nima edi? Allah üçün yaxşı görüş aqida asosida birlashishdir. Allah üçün yaxşı görüş aqida asosida birlashishdir. Bu iymonning dastlabki bosqichi edi. Bu bosqich bilan kishilar bo'linar edi. Hamisha islomiy jamiyat, pok jamiyat, Allah üçün yaxşı ko'rgan kishilardan tarkib topgan jamiyat bo'lmasa, Allah'ın mededi o cemiyeti bulmaydı. Allah'ın itibarı da bu cemiyet bulmaydı. Allah'ın itibarı da bu cemiyet bulmaydı. Demek bundak cemiyette orman kanunu hüküm sürdü ki güçlükler acizlerini yep gidiyor. Demek bundaq cemiyette
o'rmon qonuni hukm surdiki, kuchliklar ojizlarni yeb ketadi. Xuddi yirtqichlarning kuchligi ojizlarni yeb tugatgandek. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ashablarining o'ttiridagi muhabbatni qurishda bu muhabbatning paydo bo'lishini mijaziy masala demidi. Ya'ni bu iymon masalasi dedi. Aytdilarki, jenim ilkida bo'lgan zot Alloh bilan qasamki, jannatga iymon keltirmaguncha kira olmaysizlar. Ya'ni jannatga iymon sifatiga ega bo'lmagan kishining kirishiga yo'l yo'q. Faqat iymonli kishi kiradi. Alloh yo'lida do'stlashmaguncha sizlarda iymon paydo bo'lmaydi. Iymonga qayd qildilar. Men sizlarni qilsanglar o'zaro do'stlashtiradigan bir ishni aytib beraymi? Dedilar ve cevabını etti ki, aranglarda salamını umumlaştırınlar dediler. Yani bu fakat salam verişinin özü emas, müminler uçraşkan vakitte görüşüp salam kılıp birodarga Allah'ın teşviki bo'lishini ve rahmeti bo'lishini ve bereketi bo'lishini e'lon qilish. Shuning bilan hem onun tarafidan hem bu javobning bo'lishi o'ttirida qalbdagi adovatlarning yo'qligiga dalolat qiluvchi kalima bilan o'ttirida muhabbat paydo bo'ladi. Muhabbat paydo bo'lgandan keyin iymon paydo bo'ladi. Iymon paydo bo'lgandan keyin jannatga kirishga sabab bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo bu muhabbatning nima asosida bo'lishini ve bu do'stlashish Alloh tarafidan ne'mat ekanligini va bu do'stlashish degan narsa aqida asosida bo'lgandila ne'mat ekanligini bayon qilib, Alloh subhanahu va taolo Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga va mu'minlarga Allah mu'minlarning dillarini birlashtirdi. Sen yeryüzündeki bütün baylıkni sarf qilibmi, ularning dillarini birlashtirib olmayding. Lekin Allah özünün kudret kamilasi bilen ularni inoq qildi dediler. Hakikatte to'g'ri. Eğer insan özüdeki malının hammasini sarf qilib yurib birlashtirman desa, birlashtirmaganligini biz azg'ina qisqa hayotimizda ko'ramiz. Kishilarga yordam berish albatta muhabbatga, do'stlikqa sabab bo'ladi. Lekin muhabbatning, do'stlikning markazi bo'la olmaydi. Bir joyda yashash, bir millat bo'lish yoki muhtoj bo'lgan narsalarni berish Alloh subhanahu va taolo tarafidan ne'mat bo'lgan muhabbatga sabab bo'la olmaydi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga Allah xitob qildiki, buni din düşmanları ham anglab olsunki, din düşmanları Muhammed aleyhisselam aldığı yığılgan mal dünya bilen kişilerini özüge qaratgan degan. Eğer mal dünya bilen özüge qaratib do'st bo'lishganda bu islomiy hukumatdan ilgiriki hukumat boshqa millatlarni qo'lga keltirish uchun o'z xalqiga bermasdan pul mal sarf qildi. Lekin ular keyin dushman bo'lib qoldi. Mana bu narsa mal davlat bilan insonlar o'rtasida kamil muhabbat, do'stlik hosil bo'lmaydiganligini ko'zimiz bilan ham ko'ramiz. Mana Qur'oni Karimdagi Allah mu'minlarning dillarini birlashtirdi. Sen yeryüzündeki bütün baylıkni sarf qilibmi, ularning dillarini birlashtira olmayding. Lekin Allah İslam aqidasi bilan ularni inoq qildi. Aqida insonlarni birlashtirganda uni hech kim ajrata olmaydigan bir bog'lanishga aylandi. Allah subhanahu va taolo bu ne'matni ko'p tilga oldi. Allah'ның sizlarga bergan ne'matini eslanglar. Öz vaqtida sizlar o'zaro dushman edinglar. Allah dilinglarni birlashtirdi.
Allah'ның nimeti bilen özara qeyrindaş boldunlar. Mana bu Allah'ның nimeti birodarlar. Eğer birliş hasıl bolmasa, bu iqtisadi baylık bolmaganlıktan emas. Qurayshning katta baylığı var idi. Lekin bunun bilen o'tirdi birliş hasıl bolmadı. İqtisadi tarafdan Quraysh nihayet katta baylık edi. Lekin Allah subhanahu wa ta'ala bularning düşmanligini hem Allah'ның ularni birleştirgenligi, ularning Allah'ның nimeti bilen aka-uka dostqa aylanganligini zikr qildi. Haqiqiy Allah yo'lidagi do'stlik insonning dunyodagila manfaati bo'lmaydi. Balki oxiratda, ya'ni hech kim manfaat berolmaydigan vaqtda Allah subhanahu va taoloning huzurida insonning ota-onasi, aka-ukalari, qarindoshlari uning yordam berolmay turgan vaqtda bu Allah yolunda dost bo'lganlar bir-biriga yordam berdi. Allah Qur'oni Karimda bu kunda do'stlar bir-biriga dushman bo'ladi. Faqat Allah uchun do'stlashgan taqvodorlar undaq emas. Demak, dunyoda kasb qilish va boshqa vositalar bilan bo'lgan do'stlik dunyoning oxirigacha bormaydi. Bu narsa her kimning hayot tajribasidan o'tadi. Lekin Allah yo'lida bo'lgan do'stlik dunyoning o'zidan oxiratdagi abadiy saodat kungacha bo'ladi. Qiyomatning eng dahshatli soatlarida ham bu do'stlik bo'ladi. Mana dunyodagi do'stlikni misolga olsak, ham boshqa oddiy musibat tushganda, ham boshqa oddiy musibat tushganda taqilib ketib qoladi. Oxiratdagi musibat shunda qattiq musibatki, shu musibat tushib turganda ham Allah yo'lida do'st bo'lgan odamlar hali dunyodagi qiyinchilik emas, oxiratdagi misli ko'rilmagan ig'irchilikda ham bir-biriga manfaat yetkaza oladi. Bu narsa islom bizga ta'lim bergan Allah yo'lida do'st bo'lish. Bu do'stlik o'rtasidagi ba'zi ma'nolarni eslatib o'tamiz. Birinchi, barobarlik. Bu do'stlikning maydonida jahiliyat, asabiyligi bo'lmaydi. Bu do'stlikning maydonida jahiliyat, asabiyligi bo'lmaydi. Nasabga bog'lanmaydi. Boylik, martabaga bog'lanmaydi. Cins, rang, bular hammasiga bog'lanmaydi. Allah subhanahu va taoloning o'zining bergan o'lchamiga bog'landiki, Allah Qur'oni Karimda: "Ey insonlar, sizlarni biz haqiqatan bir bir ayoldan, Adem bilan Havvodan iborat bir ota, bir onadan yaratdik. O'zaro tanishishinglar uchun sizlarni nurg'un millat va urug' qildik. Haqiqatan eng taqvodor bo'lganinglar Allohning dargohida eng hurmatli hisoblansizlar." Ya'ni kishilarning bir-biridan ortiq bo'lishi nasab bilan emas, taqvolik bilan bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki: "Ey odamlar, Rabbinglar bir. Hammaning otasi bir. Arabning ajamdan, g'ayri arabdan ortiqchiligi yo'q. Faqat bir oq tanlik, qora tanlikdan ortiq emas. Hammanglar Odamga mansubsizlar. Odam tuproqdan yaratilgan. Aranglardagi Allohning huzurida hurmatlikinglar, taqvo raqinglar." Barobarlik, fazilatda ham barobarlik va oqibatda ham biror yaxshi yoki yomon amalning natijasida barobarlik. Islom o'zining natijasini boyga boshqacha, kambag'alga boshqacha, obro'yliqqa boshqacha, obro'ysizga boshqacha qilmaydi. İslami an'analarda ham barobar, ya'ni namozda boylar oldingi safda,
aldınqı sepki ötsün degan gap yo'q. Hajda hamma barobar. Boy kambag'al, hokim, fuqarolar oq tanlik, qora tanlik o'ttirisida barobar qaraydi. Xuddi natijalarda ham barobar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, agar Muhammad alayhissalomning qizi Fatima o'g'irlik qilsa, qo'lini kesaman dedilar. Mana bu natijadagi barobarlik. Chunki bu bog'lanayotgan narsa Allah yo'lida bog'lovchi narsa, Allah yo'lidagi aqidadir. Abu Ubayda Amir ibn Jarroh Badr g'azotida dadisi iymon keltirmasdan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tarafga qarshi mushriklar safida jang qilayotgan edi. Jangda Amir ibn Jarroh dadisining beshini Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oldiga ilib keldi. Abu Bakr radhiyallohu anhuning o'g'li Badr g'azotida mushrik edi. İman keltirmagan edi. O mushriklar tarafdan yekmi-yek ilishqili chiqqan vaqtida Abu Bakr radhiyallohu anhu men chiqaman dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bizni foydalantirib turib, siz shahid bo'lib ketsangiz, maslahatingizdan mahrum bo'lib qolamiz dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning tog'asi asirga tushib qolganda fidyani hammasidan o'xshash ilinishi maslahat bo'lgandan keyin buningdan fidyani ko'proq ilinglar, bu pul mol ko'p kishi dedilar. Bu yerdagi bog'lab turgan narsa aqida edi. Aqida üzülüş bilan başqa hamma aloqa üzüldü. Abu Zar al-Ghifari dastlab islomni qabul qilgan kishi Bilal radhiyallohu anhuni haqorat qilib so'kkini yo'q. Bir amaliyatlik so'zni aytdilar. Bu amaliyatlik so'z rost edi. Lekin haqoratga sabab bo'ladi. Ey qora ayolning o'g'li dedilar. Bilal radhiyallohu anhu haqiqatda qora edi. Qora ayolning o'g'li edi. Shundalar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, men ilib kelgan yo'lda oq ayolning o'g'li qora ayolning o'g'lidan afzal emas. O'lcham xato o'lchandi dedilar. Bu o'lchamlarning keraksiz o'lcham ekanligini bayon qildi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning bu so'zi shu vaqtning o'zida ta'sirini ko'rsatdi. Abu Zar al-Ghifari shu vaqtda men dastlab musulmon bo'lgan demedi. Yoki men ulug' zodiman demedi. Ana Abu Zar al-Ghifari bu so'zdan ta'sirlanib yuzini tuproqqa qo'ydi-da Bilal radhiyallohu anhuga turg'in, yuzimni oyiqing bilan bosqin dedi. Ba'zi rivoyatlarda qasam ichdilarki, agar Bilal yuzimni bosmasa, beshimni ko'tarmayman dedi. Bilal radhiyallohu anhu oyiq bilan besishga majbur bo'ldi. İslamga dastlab kirgan kishining yoki oqtanlik afzal bo'ladi deydigan bundaq yo'lni ilib kelmadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam iymonga oldingi hadisda o'tgandek muhabbatni, do'stlikni shart qildi. Yani bir hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: sizlarning biringlar o'z uchun yaxshi ko'rgan narsani qarindishiga, birodariga yaxshi ko'rmagicha
mu'min bo'lolmaydi dedilar. Demak, Alloh yo'lidagi birodariga o'ziga yaxshi ko'rgan narsani yaxshi ko'rish bilan iymonliq bo'ladi. Hatto Alloh yo'lidagi do'stlarni qiyomat kunidagi dahshatlik issiqda o'zidan chiqqan ter quliqigacha g'arq qiladigan vaqtda qiyomat kuni Allohning soyasida bo'ladigan 7 turli kishining biri Alloh yo'lida do'stlashquchi Allohning soyasida bo'ladi. Soy kimning soyasi? Allohning soyasi. U oddiy soya emas, birodarlar. Alloh yo'lida do'stlashganlarga va'da qildi. Alloh subhanahu va taolo o'zining yo'lida do'st bo'lganlarga hech kimga qilmagan va'da qildi. Ibn Jarir Abu Hurayra radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Alloh subhanahu va taoloning bandalari ichida shundaq bandalar borki, ular payg'ambar va shahidlarni havas qiladi. Ularga payg'ambar va shahidlarni havas qiladi. Sahobalar, ey Allohning payg'ambari, ular qanday kishilar? Ular bilan do'st bo'lishni xohlaymiz, dedi. Payg'ambar alayhisalom, ular birsini do'st tutganda mol dunyosini ko'zlamasdan, nasab surishni qilmasdan, Alloh subhanahu va taoloning roziligini ko'zlab do'stlashadigan kishilardir. Ular nurliq taxtlarning ustida yuzlari nurlangan holda turadi. Kishilar qo'rqqan chaqda ularda qo'rqinish bo'lmaydi. Kishilar nadomat chekib, pushaymon yegan va ko'ngillari yerim bo'lgan chaqda ular bu ishlardan xoli bo'ladi, dedi. Ondan bu oyatni o'qidi. Rostilla Allohning do'stlariga oxiratda Allohning azobidan qo'rqish, dunyoda qo'ldan ketkizib qo'yganga qayg'urish yo'qdir. Hadis qudusida shu mazmun borki, Alloh subhanahu va taolo ba'zi payg'ambarlarga vahiy qilib, dunyoni do'st tutmay, buning bilan dunyoda rohat yashading. Dunyoni do'st tutmaslik birodarlar insonning o'ziga rohat. Dunyoni do'st tutmaslik birodarlar insonning o'ziga rohat. Bu ham o'zingi bo'ldi. İbadetlerimizni surishti qiladigan bo'lsak, namoz o'qishimiz biz iste'mol qilgan narsalarning tenimizga ziyon yetkazishining oldini olishga sabab bo'ladi. Hamma ibodatlarni surishtirsak, o'zimiz uchun manfaatdir. Dunyoni do'st tutib yurgan odamlar yaxshi biladi. Dunyoni do'st tutib yurib, butunlay g'amda qoladi. Dunyoni Allohning buyrug'ini bijiralmasdan tepib berib, farzandlaridan ham yaxshilik ko'rmaydi. Dunyoni do'st tutmaslik rohat. Boshqa ibodatlarning foydasi ham o'zangi bo'ldi. Men uchun nima amal qilding? Mening haqqimni ado qildingmi? deydi. Shundala banda so'raydi-ki, sana bo'lgan amal va haq nima edi? Alloh subhanahu va taolo aytdiki, mening do'stimni do'st tutish, dushmanimni dushman tutish, dedi. Mana bu men uchun bo'lgan amal, mening seningdagi haqqim, dedilar. Yana bir hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mundaq degan. Bir guruh kishilar borki, ularning martabasini payg'ambarlar ham shahidlar ham orzu qilishdi. Deganda sahobalar bu narsani bizga aytib bering deb so'raganda, payg'ambar alayhissalom ular Alloh yo'lida do'stlashganlar, Alloh yo'lida to'plashib o'ltirganlar, Alloh yo'lida bir-birini ziyorat qilganlar, dedi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam iymonning halovatini tetishni
uch narsaga bog'ladi. Uch narsa borki, kimdi bu uch narsa tepilsa, iymonning alovatini tetiydi. Anas radiyallohu anhu rivoyat qilib mundaq deydi. Payg'ambar alayhissalom mundaq degan. Kimde üç türlük narsa tepilsa, u iymonning halovatini tetigan bo'ladi. Allah ve Allah'ның payg'ambarini hamma narsadan ortiq so'yish. Esa uni faqat Allah uchun do'st tutish. Allah subhanahu va taoloning iltifoti bilan kufrdan qutulgandan keyin kufrga qaytishni terik peti o'tqa tashlangandanmi bakrak yomon ko'rish. Shundaq bo'lgandala iymon halovatini tetitdi. Bo'lmasa ham oldida turgan hasanni ömrida tetib bakmasdan qarab turib, buni nihoyat shirin deb anglaganman degan odamdek ömrü o'tib ketadi. Her bir narsaning lazzati bor. Iymonning lazzati mana mushu uch sifatga ega bo'lgan kishiga nisb bo'ladi. Birodarlik haqlari ikki qismga bo'lindi. Birincisi umumiy haqlar, ikkinchisi xususiy haqlar. Umumiy haqlar, bir kishi agar Allah Rabbim deb, İslam mening dinim deb, Qur'on mening imomim, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem mening yetakchi payg'ambarim deb tan olgan bo'lsa, biz shu kishilarga umumiy haqlarni o'tashga majburmiz. Agar o'tmasak, musulmon birodarlarning haqqini o'tamagan bo'lamiz. Musulmondagi haqqi nima? Mana bu hadis buningga javob bo'ladi. Payg'ambar alayhissalom mundaq degan. Musulmonda 6 türlük haqqi bo'ladi. Uchrashsang salom bergin. Chaqirgan yerga borgin. Shariatga muvofiq ziyofatga chaqirsa. Agar sendan nasihat talab qilsa, nasihat qilib qo'ygin. Shukürüp elhamdülillah cemi hamd sana Allah xostur desa, yerhamukallah, Allah sana rahmet qilsin deb javob qaytirgin. Kesel bo'lib qolsa yo'qlig'in, o'lib ketsa jinozasiga ergashgin degan. Muslim rivoyat qilgan. Xususiy haqlar. Yaqinroq birodarlarimizning bizda xususiy haqqi bo'ladi. Bu haqlar so'zlab o'tgan haqlardan yuqoriroqdir. Bir kishini Allah yo'lida yaxshi ko'rgan bo'lsa, uningga bu haqlarning eng yuqorisi o'zining manfaatidan shu birodarning manfaatini ortiq ko'rishdir. Mana bu birodarlik xususiy haqlarining eng yuqorisidir. Bu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sahobalariga va ularga ergashgan kishilarga nisb bo'lgan ne'matdir. Allah subhanahu wa ta'ala sahabalarni maqtab, ular muhtoj turuqliq muhacirlarning manfaatini o'zlarining manfaatidan a'lo biladi deb o'zining kalomida yod qildi. Bu haq, ya'ni boshqalarning manfaatini ko'zlash haqida biz sahobalarning qanchalik boshqalarning manfaatini ko'zlaganligini bilishimiz uchun ba'zi bir tarixiy hujjatlarga murojaat qilsak, shundala bilalaymiz. Yarmuk g'azotida Rasul sallallohu alayhi va sallamning sahobalari ichida ba'zilari yordar bo'ldi. Ularga suv ichirib qo'yish uchun bir kishi ularni aylandi. Yaralanganlar ichida eng katta qo'mondonlardan Ikrima ibn Abi Jahlning oldiga kelib suv ichkizmoqchi bo'ldi. Shu vaqtda
Ekrime Suhayl ibn Amr'ning jarohatlanib suv qarab yotganini ko'rdi. Ekrime Suhaylga suvni apirishga ishorat qildi. Suhaylning oldiga sug'org'ichi suvni ilib bordi. Suhayl shu vaqtning o'zida yenidagi jarohatlanib yotgan Haris ibn Hishamga ishora qildi. Suvni ilib bering deyishiga madori qolmagan soatda, suvni ilib bering deyishga madori qolmagan soatda ishora qilib ko'rsatdi. Haris ibn Hishamning oldiga suv kelgicha Haris ibn Hisham jon taslim qildi. Undan keyin Suhaylning oldiga qaytirib kelganda Suhayl ham jon taslim qildi. Ekrimening oldiga borganda u kishi jon taslim qilib bo'lgan edi. Uchilisi shahid bo'lgan edi. Shahid bo'layotgan ulug' soatda ham qiyomatgacha bo'lgan Allah yo'lidagi birodarlikni da'vo qilganlarga namuni ko'rsatib ketdi. Mana bu Qur'on Karimda abadiy tilovat qilinishga arziydigan ne'mat edi. Ya'ni o'zlarining ziyniga ish qilishidir. Gerçi o'zlari muhtoj bo'lsa ham shu soatda suvdan boshqa narsaga muhtoj emas edi. Darsimizda bir narsani eskartib o'tmoqchiman. Hozir hammamizning qalbimizda Alloh uchun yaxshi ko'rishga bo'lgan muhabbat qo'zg'aldi deb bilaman. Demak, bu martaba eng katta martaba. Bu Allah tarafidan nihoyat katta ne'mat. Bu her bir kişiga nisb bo'lmaydi ekan. Allah yo'lida muhabbatlashishda hamma odamda qizg'inlik, shavq paydo bo'ldi. Desam, xato bo'lmas kerak. Chunki buning mukofotlarini anglaganda uningsiz insonda iymon sifati komil bo'lmaydiganligini anglagandan keyin ham buni tushunishda birinchi tarafdan Allah uchun sizni yaxshi ko'raman desa, ikkinchi tarafdan ham sizni Allah uchun yaxshi ko'raman degan so'z bo'lishi kerakmi, yo'q? İkinci tarafdan aytilsa, bunun şartları bormi? Yoki shu so'z bilan payg'ambarlar, shahidlar havas qiladigan martabaga yetimizmi? Buni tushunish uchun men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning davridagi ba'zi sahobalarning o'tirdi bo'lgan voqelikni misol qilaman. Undan keyin Alloh yo'lida do'st bo'lishning ma'nosi nima ekanligini tushunish o'zingizlarga havola. Bir kishi Abu Hurayra radhiyallohu anhuning oldiga kelib aytdiki, men siz bilan Alloh yo'lida birodar bo'lmoqchi dedi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu aytdiki, birodarlik haqqining nima ekanligini bilamsan dedi. U kishi, menga birodarlik haqqini bildiring dedi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu aytdiki, men bilan Alloh yo'lida birodar bo'lishing uchun sening mol dunyolaringda sana qaraganda mening ko'proq haqqim bo'ladi dedi. U kishi aytdiki, men texi bu manzilga bu o'ringa chiqmabdiman dedi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu aytdiki, shu manzilga chiqqanda mening oldimga do'stlashqili kelgin dedi. Abu Sulaymon Naddarani Allah yo'lidagi do'stlar haqida shundoq aytgan ekan. Mening shundoq do'stlarim borki, men yemeklikni onunga apirib beraman, ondan onunga yegizaman-da, uning lazzatini tamoqimda topaman. Uning lazzatlanganini ko'rib, men lazzatlanaman degan ekan. Masruq bu kishi katta kishilardan. Bu kishi ko'p miqdorda qarz bo'lib qolgan ekanlar.
Haysama ismli kishi bilan Alloh yo'lida birodar ekanlar. U kishining ham qarzi bor ekan. Masruq o'zining ko'p miqdorda qarz bor turuqliq Haysamaning qarzdorligini bilib to'ydirmasdan to'lab qo'ygan ekan. Haysama ham Masruqning ko'p miqdorda qarzi bor deb o'zining qarzini qo'yib turib, Masruqning qarzini bildirmasdan to'lab qo'ygan ekan. Keyin ikkilisi o'zining qarzini qaytarish uchun borganda Haysama qarzdor bo'lgan odam Haysamaga qarzni Masruq qaytarib qo'ygan edi-ku degan ekan. Masruq qarzdor bo'lgan odam Masruqqa sizning qarzingizni Haysama qaytarib qo'y bo'lgan degan ekan. Hasan Basri rahimahulloh aytgan ekan. Bizga oilamizdan, ayollarimizdan, bolalarimizdan birodarlarimiz bizga so'yimlikroq degan ekan. Bizga so'yimlikroq degan ekan. So'yimlikroq degan ekan. Chunki bizning ahlimiz bizni dunyo bilan yot qiladi. Siz ahlingizning oldiga kelganda ahlingizga rizqlarni ko'tarib kelgan holatda ko'rinasiz. Farzandingiz kichik bo'lsa, tatlı yemeklarni elib keladigan kishi deb tanıydi. Yoki sizni kiyim elib beradigan kishi deb yod qiladi. Ammo birodarlarimiz bizni oxirat bilan bizni yod qiladi. Bu birodarim oxiratda menga asqatladi deydi. Alloh yo'lida do'st bo'lish bilan bog'langanligi uchun mana bu tarafdan bizni yod qiladi degan ekan. Biz amallarning afzili Alloh yo'lida yaxshi ko'rish degan hadisni agar bizga Alloh yo'lida muhabbatlashish nisb bo'lsa, amallarning eng afzali ekanligini shunda bilamiz. Birodarlar, Alloh yo'lidagi birodarlik muhabbatida hayot kechirgan kishilardan Zeynul Abidin masjidga chiqqanida bir kishi ayblab so'kkan ekan. Xizmatkorlar u kishini urmoqchi bo'lganida Zeynul Abidin qo'linglarni tatinglar deb to'sib u kishiga qarab, sen aytgandan bakroq yomon odamman. Hozir sen meni mundaq deb so'kding, lekin mening sen aytgandan boshqa ham ayblarim bor. Agar sening mening ayblarimni bilishga hojiting bo'lsa, aytib berman. Shuning bilan bilib olasan deganda u kishi xijolat bo'lib hayo qilgan ekan. Zeynul Abidin u kishiga 1000 tanga bergan ekan. U kishi ketib etib aytgan ekanki, bu yigit Rasulullohning avlodi ekan degan ekan. Ya'ni haqiqatda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning fe'llarini, qilganlarini qiladi ekan. Hatta Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning fe'llarini, qilganlarini qiladi ekan. Lays ibn Said keyingi tabiinlardan vallohu alam u kishining yillik kirimi 70,000 dinardan ishib ketadi ekan. Bir dinar bu yerning puliga vallohu alam 10,000 dan ortiqqa to'g'ri keldi ekan. Shuning hammini sadaqa qilar ekan. Hatto deyilganki, shundaq mol dunyo topgan kishiga zakat vojib bo'lmagan ekan. Ya'ni mollari to'planmay sadaqa qilingancha u kishi mazar degan joyda bir uyni setib olgan ekan. U kishining vakolatchisi uyni topshirib olish uchun bag'inida yetim kichik bolalar tug'inni ko'rgan ekan. O yetimlar vakolatchiga Allohni vosita qilib aytamizki, biz yetim kichik bolalarmiz, bizning chiqadigan joyimiz yo'q, bu uyni vaqtincha bizga qo'yib ketsangiz deyishdi.
Leys ibn Sa'idga bu xabar yetib kelganda odam avatib, "Ey sizlarga ham sizlarga har kuni yetarlik narsa berib turdi" degan ekan. Allah yo'lida birodar bo'lish uchun hurmat qilinadigan narsaning katta zotga berilishi shart emas. Birodarlar, bu yerda yetim kichik bolalarga berildi. Ular bu uyning berilishini bilmaydi. Nima uchun berdi, buni bilmaydi. Faqat ilgari bu yerda tug'inni biladi xolos. Allah uchun bir odam bir narsa bermoqchi bo'lganida bergan narsasi so'zlanib turadigan yoki shuhratga erishadigan, shuhratga erishtiradigan joylar bo'lishi shart emas. Abdullah ibn Muborak eng katta muhaddis imomlardan bu kishi ko'p sadaqa qiluvchi bo'lib, bu kishining sadaqatlari yilda 100 ming dinardan eshib ketar ekan. Bu kishi hamrohlarini oldiga o'tkazib, o'zi oqiga yenib, shu qushni qayaga tashlagan ekan, chetga tashildimi yo'q, ya'ni yo'ldagi musulmonlarga azob beradigan narsani chetga ilib etish bu iymonning jumlasidan. Shuni rostini chetga tashladimi yo'q deb shuni tekshirish uchun orqada qoldi. Qarasa şu axlat bacaydı ekan. Bir qiz yaqinroq bir uydan chiqib, shu o'lgan qushni oldi. Shundala Abdullah ibn Muborak, Allah rozi bo'lsin, u qizdan so'radiki, "Nima uchun bu o'lgan qushni olding?" dedi. U qiz aytdiki, o'zi va ukisining kambag'alligi bu qushning go'shini yeyishga majbur ekanligini, boshqalarning bularning ahvolini bilmaydiganligini aytdi. Bu vaqtda Abdullah ibn Muborak haj ketib borgan kishilarning hammasining yuklarini elib kelishga buyurdi. Ham vakillarga qancha dinar bor deb so'radi. 1000 dinar xarajimiz bor dedi. Abdullah ibn Muborak 1000 dinardan 20 dinarni sanab elib qolgan. Qaytishga yetadi. Qağınni bulağa bəgin. Bu yılqı həcimizdən bu afzal deb qaytib hac qılmadı. Ömer radiyallahu anhu'nun davrida qurg'oqchilik bo'ldi. Osman radiyallahu anhu'nun Şamdan 1000 töglik karvon kelayotgan edi. Buningda turli taom va kiyimlar bor edi. Karvonning kelishiga savdogarlar chiqqan edi. Xeridarlar nəhayət köp idi. Osman radiyallahu anhu ulağa "Man qancha payda bersizlar?" dedi. Ular 100'den 5 berimiz dedi. Yani 100 tillalık narsaga 5 tilla payda berimiz dedi. Bu katta payda idi. Men ko'proq payda beradiganini tepib qoldim, sizlarga sotmayman dedi. Ular biz savdogarlar orasida 100'den 5'den ko'proq payda beradigan savdogarni ko'rmadik deyishdi. Osman radiyallahu anhu men bir dirhamga 700 hatta uningdan ortiq beradiganini topdim dedi ve bu oyatni o'qidi. Allohning yo'lida pul melini sarf qilganlarning sarf qilgan narsasi yerga terilib 7 bashaq chiqargan. Her başqada 100 dan tutgan bir danga o'xshaydi. Allah xolagan bendisiga hassilab savob berdi. Allohning marhamati cheklik emas, kengdir. Allah mal sarf qilguvchining niyatini bilguchidir. Men mana mushundaq beradigan zotni topdim dedi. Ey savdogarlar jamiyati, sizlarni guvoh qilib aytamanki, karavan ve karavandaki un, yağ ve kiyim hammasini Medine'nin kambag'allariga berdim dedi. Hakim Mustadrakda rivoyat qilib keltirdiki,
Muaviye ibn Abi Sufyan radıyallahu anhu 80 bin dirhemni Ayşe radıyallahu anhaga evetti. Ayşe radıyallahu anha şu günüde roz tutkan bulup kiyimleri hem naçar idi. Lekin şu malını şu saatte kembagal miskinlerge taksim kılıp evetip birer tengi ilip kalmagan iken. Hizmetçisi aytgan ekenki agar bir tengi ilip kalgan bolsanız iftarga göz setip ilip iftarga tayyorlik qilar degende esimge sağganingda qilar edim dedi. Yani özü muhtaç haleti turup kembagal miskinlerini körüp özünü unutuş derecesiga yetken. Biz iman lezzetinden başka hemme narsani tetip chiqqanimizdek sahabeler ve ulağa ergeşkenler, tabiinler iman lezzetini tetigan ve bu lezzetke o'xshash lezzetni hech yerda ko'rmagan. İman lezzetini tetigandan keyin başka lezzetni esdan chiqargan. Başka narsalar ularning nazarida lezzet deyiladigan ma'noni ifodalamaydigan bo'lib qolgan. Shuning uchun ham Allah subhanahu wa ta'ala ularga madad bergan. Shuning uchun ham bizlarda undaq narsa bo'lmaganligi uchun Allah haq subhanahu wa ta'ala bizlarga madad bermadi ve bermaydi. Ham shuni bilib qo'yishimiz kerak. Agar bizning oramizda ham amal qiladigan kishi borliqqa kelgandilar, Allah subhanahu wa ta'ala mana bu ne'matini bizlarga berdi. Birodarlar, bu darsimizni ta'sirlanish uchun bo'layotgan so'z deb tingishmasliklarini umid qilaman. Ta'sirlanib lazzatlanadigan narsa bo'lib qolmasin. Biz bu hadisni yana tekrar o'qiymiz. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: Jinim ilkida bo'lgan zot Allah bilan qasamki, jannatga iymon keltirmaguncha kirolmaysizlar. Yani cennetke iman süpütüge egi bo'lmagan kişinin kirişige yol yok. Fakat imanlı kişi kirdi. Allah yolunda dostlaşmagıça sizlerde iman payda bo'lmaydi. İmanga qayt qildilar. Men sizlarni qiysanlar o'zaro dostlaştıradigan bir ishni aytib beraymi dediler. Ve cevabını aytdi ki aranlarda salamni umumlaştırınlar dediler. Yani kalbide buradır üçün muşu salamның ma'nolari chin qalbidan umid qilinishi bilan aranlarda muhabbet asıl buludu. Allah subhanahu wa ta'ala hammamizga Allah yolida yaxshi ko'rish bilan birga Allah yolida yomon ko'rishni ham nasib qilsin. Qachoniki Allah yolida birovni yomon ko'rmasangiz, Allah yolidagi muhabbat hosil bo'lmaydi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: İman asoslarining eng mustahkami Allah uchun yaxshi ko'rish ve Allah uchun yomon ko'rishdir. Mana sahabelarning qanchalik Allah yolida Resulullah'ni yaxshi ko'rishdilar. Sözümni oxirgi misol bilan tugataman. Abdullah ibn Ubay sahabe kiramlarning ulug'idir. Uning dadisi Abdullah ibn Ubay munofiqlarning kattasi. Oğul ulug' sahabe. Ata en katta munofiq. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning yo'li zahirga, sirtiga qarab kupoylanish edi.
zahiriga qarab muomala qiladi. Lekin Abdullah ibn Ubay agar Madinaga qaytsak aziz xorni chiqirdi dedi. Aziz deb o'zini aytdi. Xor deb Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni aytdi. Bu xabar o'g'li Abdullohga yetib keldi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam chaqirtib, "Dadingiz mushundoq debdi" deganda, "Dadam to'g'ri aytibdi. Siz azizsiz, dadam xordir" dedi. Aziz xorni chiqirdi dedi. Va shamshirini chiqardi-da Madinaning darvozasining oldida turdi. Dadisi kelgan vaqtda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan izin ruxsat kelmagicha kirmaysan dedi. Sen xorsan, Rasululloh aziz dedi. Abdullah ibn Ubay dad faryod qildi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oldiga Abdullah radiyallohu anhu keldi-da, Madinada mendan bakroq otasiga yaxshilik qila oladigan odam yo'q dedi. Otasiga bo'ysunadigan mendan yaxshi farzand yo'q dedi. Ya'ni biror sababdan yomon ko'rmagandim, yaxshiliqim to'xtamay bo'ladi dedi. Lekin agar Alloh va Rasul rozi bo'lsa, men hozir o'ltiraman dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, "Yo'q, dadangga yaxshilik qil" dedi. Shu vaqtda uning dadasi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oldiga kelib shikoyat qildilarki, "Mening o'g'lim Madinaga kirishimga yo'l bermadi" dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ruxsat qilib, "Kirgizib o'tinglar" deb odam aytdi. Rasulullohning buyrug'i kelganda, "Endi kirgin" dedi. Allah yo'lda yaxshi ko'rish, Allah yo'lda yomon ko'rish sahobalarni shundoq katta martabaga elib chiqalagan. Biz Allah yo'lda yaxshi ko'raman degan odamga yana so'zimizni takror aytamizki, shartlardan biri bo'lgan mol davlatiga qarshi tarafning haqdorroq ekanligini aytib qo'ydik. Xususan, mush davrda shu shartni o'tagan kishining qo'lidan hamma yaxshilik keladi deb aytsak xato qilmaymiz. Lekin mol dunyosining hammani mana birodar, mol davlatimning hammasi deb ko'rsatishdan ko'ra, mening fikrimcha hozirgi davrda yuragini kesib ko'rsatish oson bo'lsa kerak. Vallohu a'lam. Shartlardan biri bo'lgan mol davlatiga qarshi tarafning haqdorroq ekanligini aytib qo'ydik. Xususan, mush davrda shu shartni o'tagan kishining qo'lidan hamma yaxshilik keladi deb aytsak xato qilmaymiz. Lekin mol dunyosining hammani mana birodar, mol davlatimning hammasi deb ko'rsatishdan ko'ra, mening fikrimcha hozirgi davrda yuragini kesib ko'rsatish oson bo'lsa kerak. Vallohu a'lam. Shuning uchun Alloh yo'lida do'stlashiman degan kishilar bu shartni ham o'ylab qo'yishsin. Alloh subhanahu va taolo hammamizga Alloh yo'lida muhabbatlashishni va Alloh yo'lida yomon ko'rishni nasib qilsin. Qiyomatda bu nurdan bo'lgan taxtda o'ltirish, yuzlarning tulun oydek bo'lishi, odamlar qo'rqib turganda qo'rqmay o'ltirish, bu oson ish emas, birodarlar. Payg'ambarlar, shahidlar havas qiladigan o'rinda o'ltirishga haqiqatda Alloh yo'lida do'stlashganlar arziydi. Agar kishiga bu ne'mat nisb bo'lsa, boshqa ne'matlarning yo'qolishi ziyon qilmaydi. Uningga agar boshqa ne'matlar nisb bo'lib, bu ne'mat nisb bo'lmasa, u kishi ancha ko'p ne'matim bor deb faxrlanmasin bo'ladi.
Allah subhanahu ve taala hammamizga şu ne'matini mahrum qilmasin. Mana Rasululloh sallallohu alayhi ve sellemdek zat ikki din aka uka qarindosh bo'linglar. Men Allah yo'lida yaxshi ko'rgan birodarim Ali ibn Abu Talib deb qo'lidan tutib minbardan tushib ketdi. Yana takror aytaman, bu darsimiz oldingi darsimizga bog'landi. Ixlos va muhabbat, do'stlik. Mana buningdan keyin biz darslarimizning mavzularini aniq tushunib olamiz. Chunki biz bu darsni takror so'zlamaymiz. Alhamdulillah. Yuqorida Abduvali Qori rahimahullohning islom darsliklari to'plamidan ikkinchi darsi Allah uchun yaxshi ko'rish va Allah uchun yomon ko'rish temasini o'qib o'tdik. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.